Siz syomka qildingiz, halol eshitmadingizmi? Yo'q, eshitmadim. Syomka qilgan odam 10 yilga ketishini eshitdingizmi? O'rgan. Ha? Aka. To'xta, komandir chaqirib, sen nima ishlaysiz? Ayni o'chirib oldim. Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Hozir nima qilish kerak endi? Syomka ketdikmi? Birga ketamiz hozir. Prokuraturaga boramiz. Men aka qizig'i yo'q, bu joyga boraman. Prokuratura men narshinam bo'lsa ekan, men aybim Shinez bo'lsa. borda, aguni jitdingiz yo'qmi? Tamam, Aka, syomka qilyapti-yu. Biladi, o'zi syomka qilayotganingizni bilasizmi? Necha yildan necha ketishingizni? Vakolat bilan? Yo'q, vakolatim yo'q. Syomka qilyapsiz. Syomka qilyapti. Bittalarman gaplashsak. Yo'q, nimaga syomka qilyapsiz? Tamam, Aka, syomka qilyapti-yu. Biladi, o'zi syomka qilayotganingizni bilasizmi? Necha yildan necha ketishingizni? Bo'lmagan gap. Fotosuratga olishga haydovchini mutlaqo haqqi bor. GAI xodimi tomonidan asossiz to'xtatib turilmasligini ham talab qilishi mumkin haydovchi. Rasmga olaylik. Haydovchi xizmatni mobil video kamerasi olib borayotgan GAI xodimiga hujjatlarni taqdim qilmasligi mumkin. Ko'pchilik haydovchilar tomonidan qiziqib beriladigan savol: GAI xodimi to'xtatganda qanaqa haq-huquqlarimiz bor? Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 975-sonli qarorning 18-bandi. Haydovchilar GAI xodimlari bilan o'zaro munosabatlarda quyidagi huquqlarga ega. GAI xodimi tomonidan to'xtatish asoslarini, qoidalarini qaysi bandini buzganligi to'g'risida tushuntirish berishi talab qilish huquqiga ega. Undan tashqari, avtomashinani to'xtatgan GAI xodimidan o'zini tanishtirishini, xizmat guvohnomasini ko'rsatishini va ko'krak nishon belgisi, jetonni ma'lum qilinishini talab qilish huquqiga ega. Haydovchi xizmatni mobil video kamerasi olib borayotgan GAI xodimiga hujjatlarni taqdim qilmasligi mumkin. Bu qaror bilan belgilab qo'yilgan. Lekin ko'pchilik shu joyda adashtiradi. GAI xodimini body kamerasi ishlamayapti-yu deb ham hujjatlarni bermaslik holatlari ming afsuski uchrab turibdi, lekin bu noqonuniy. Faqatgina body kamerasi bo'lmasagina hujjatlarni haydovchi bermasligi mumkin deb qarorda ko'rsatilgan. Xo'p, davom etamiz. Haydovchi GAI xodimi bilan muloqotni o'ziga tegishli bo'lgan audio, foto va video qurilmaga qayd qilish huquqiga ega. Bunda faqat YPX xodimi tomonidan foto va video tasvirga olish taqiqlangan belgi mavjud hududlarda xizmat olib borish holatlari bundan mustasnoligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, o'ziga tegishli bo'lgan telefonmi yoki qanaqadir qurilmaga GAI bilan suhbatingizni bemalol tasvirga olib olishingiz mumkin. Bu qarorda ko'rsatib o'tilgan. Mazkur nizomning 13-bandida nazarda tutilgan hollardan tashqari haydovchi avtomashinadan tushmasdan turib GAI xodimi bilan o'zaro muloqotni olib borishi mumkin. Haydovchi sodir etgan qoidabuzarligi qayd etilgan maxsus moslama natijalari bilan ham tanish huquqiga ega. Huquqbuzarlik holati yuzasidan haydovchi tushuntirish berishga ham haqqi bor. GAI xodimi tomonidan asossiz to'xtatib turilmasligini ham talab qilishi mumkin haydovchi. GAI xodimi tomonidan avtomashinani yoki undagi yukni tashqi ko'zdan kechirish jarayonida haydovchi ham ishtirok etishi mumkin. Bu uni haq-huquqi. E'tirozlar mavjud bo'lganda huquqbuzarlik to'g'risidagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgandan keyin tegishli davlat yo'l harakati xavfsizligi saf bo'limiga murojaat qilib, o'zi to'xtatilgan hududda GAI xodimi xizmat olib borishi mumkinligi to'g'risidagi dislokatsiya haqida yozma ma'lumot berishni talab qilish huquqiga ega. O'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish hujjatlari bilan tanishishga, ulardan o'z hisobidan nusxa ko'chirish yoki ularni fotosuratga olishga haydovchini mutlaqo haqqi bor. Shunga ham bir izoh berib o'tib ketaman. Ko'pchilik GAI xodimlari haydovchiga protokol yozadi, haydovchi bo'lsa rasmga olib desa ruxsat berishmaydi. Bu mumkin emas deydi. Bo'lmagan gap. Haydovchi bemalol o'ziga nisbatan yozilgan protokoldan rasmga olishi ham mumkin, bemalol o'zini hisobidan kserokopiya qilib olishi ham mumkin. Bu qaror bilan ruxsat berilgan. Xo'p, haydovchilarning haq-huquqlarini aytishda davom etamiz. Yo'l patrul xizmati xodimini xatti-harakatlari yoki harakatsizligi rasmiylashtirilgan huquqbuzarlik to'g'risidagi ma'muriy bayonnoma hamda chiqargan qaror ustidan yuqori turuvchi organga yoki mansabdor shaxsga yoki bo'lmasam sudga shikoyat qilishi mumkin. O'zi guvoh bo'lgan hodisa haqida GAI xodimiga haqqoniy ma'lumotni bayon qilishga ham haydovchi yoki yo'l harakati qatnashchisi haqli.
Yo'l harakati qatnashchilari qonun hujjatlarida belgilangan boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ko'zimga yoqmay fonarik. 100% mana quvalab kuch ishlatmoqchi bo'lyapti o'zidan o'zi. O'zingizdan o'zingiz Pasportimni olgan, pasportimni olishga hech kim huquqi yo'q. Pasportni bering. Berdingizmi? Pasportni bering. Tekshirib bo'ldingizmi? Berdingizmi, hurmatli? Tekshirib bo'ldingizmi? Olib keling Siz pasportni. berdingizmi deyapman. Pasportimni oldi, bermayapti mana. Qo'limga. Pasportimni bermayapti, telefonga almashay. Xavfsizlik maqsadida olyapman videoni. Mana kelyapti. Maqsad nima? Maqsad. Planshet topgan bo'ldim. Kuch ishlatib, telefonimni olmoqchi. Kimsan deb tortib olyapti telefonni. Men juramni moshini pochta keldi, pochtani kutib o'tiribmiz. Bu kelyapti-da. Moshinni stenka qilaman deb. Telefonimga hujum qildi, kamera turibdi mana yerda. Isbotlab bering bo'ldi. Hurmatli ichki ishlar xodimi, ichki ishlar organi to'g'risidagi qonunni yaxshilab ochib, boshidan o'qib chiqsangiz, ozgina saviyangiz, bilimingiz oshadi. Muomala madaniyatingizni ham to'g'rilasangiz, ijtimoiy tarmoqqa chiqib bunaqa sharmanda bo'lmaysiz. Ichki ishlar organi to'g'risidagi qonun 9-moddasiga asoslanib gapiraman bu gapimni. Ochiqlik va shaffoflik prinsipi. Syomka qilayotgan fuqaroga nima yopishasizlar, sizlar tushunmayman. Qonuniy faoliyat yurg'izyapsizlarmi? Bo'ldi. Ishingizdan davom ettirib ketaveringlar. Sizlarning faoliyatingizga qarshilik qilmayaptimi, xalaqit bermayaptimi? Bo'ldi. Nima qilasizlar o'zingizlarni o'zingizlar sharmanda qilib? Terpinglar deysizlar bittalar chiqib olib, syomka qilayotgan odam. Sizlar o'zingizlarda ham bodi kamera bor-ku. Sizlar kimsizlar unda? Ayriminglar, o'shanaqa terpinglar deyotganlar. Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsa, men rahbar sifatida minnatdor bilaman ularga.